Dasturimizni xayriya mavzusi bilan davom ettiramiz. 36 yoshli oila boquvchisiga bir necha yil oldin suyak yemirilishi kasalligining 4-bosqich darajasi tashxisi qo'yilgan edi. Shundan so'ng u shifokor nazoratida davolangan, murakkab amaliyotlar o'tkazgan. Bemor haqida o'tgan dasturimizda ham gapirgan edik. Hamyurtimiz bugun ham sizning ko'magingizga muhtoj. Aziz yurtdoshlar, ushbu bemor hamyurtimizga imkoningiz bo'lsa yordam bering. 6 yildan buyon Sarvar aka suyak yemirilishi kasalligidan azoblanadi. Bosqichma-bosqich qilingan jarrohlik amaliyoti saxovatpesha insonlar ko'magi bilan yig'ilgan ehson pullari evaziga o'tkazilgan. Sababi oilaning katta miqdorda mablag' topishga imkoni yo'q edi. Hozir ham oila boquvchisi aynan moddiy tomondan qiynalib qolgan. Allohga shukr, ikki muddasidan yaxshi chiqdim. Birinchisida 45 million, keyingisida 70 milliondan ko'proq ketdi. Ahvolimiz juda og'ir, joyimiz yo'q, ijarada yashaymiz 5 yildan beri. Sarvar aka chap oyog'ida yana bir bor jarrohlik amaliyotini o'tkazish kerak. Amaliyotga esa 45 million so'm miqdorida mablag' zarur bo'ladi. Ijara uyda yashayotgan oila boquvchisi shuning uchun ham bugun saxovatpesha insonlardan yordam so'rab murojaat yo'llagan. Ahvolimiz og'ir, ikkita qizim bor. Imkonlarning boricha agar yordamingizni ayamanglar, o'tin so'rayman sizlardan. Qo'lingizdan kelgancha yordamingizni ayamanglar. Barchalariga rahmat. Allah razı olsun barchalaringdan. Muattar G'ulomnazirov va Xurshid G'ulomnazirov Hudud informatsion dasturi uchun.